Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. İstanbulda Sharq Turkiston shehidlar kechilik faoliyat o'tkazildi. Diplomat jurnalda Munavvar Abdullahning Uyg'urlar va Xitoydagi koronavirus nomli maqolasi e'lon qilindi. Wuhan virusi yangi tug'ilgan bu vaqtdan bayqaldi. Turmush bilimlardan savat. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. 5 fevral G'ulji qatlomining 20 yillik munosabati bilan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi tomonidan Istanbul Zaytunburnu madaniyat va san'at markazida Sharq Turkiston shehidlar kechasi faoliyat o'tkazildi. Faoliyat Abdulahad Abdurahmon afandining riyosatchiligi va Abdujalil Qarimning Qur'oni Karim tilovati bilan boshlandi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidayatulloh O'zxon ichilish so'zi qilib, ayni vaqtda G'uljida shehid bo'lgan azimatlarga ta'ziya bildirdi va duo qildiganligini aytdi. Orqadan 5 fevral hujjatlik filmi qo'yildi. Faoliyatga qatnashuvchilardan Sharq Turkiston olimlar birligi raisi vakili Mahmudjon Damulla, doktor Muhitjon Uyg'ur, Iso Yusuf Olibtekin vaqf raisi doktor Umar Qul, Çanakkale 18 Mart universiteti doktori Hoji Qutlug' Qodir qatorliq ko'plagan professor doktorlar yurak so'zlarini bayon qildi. Oxirida G'ulji qirg'inchiligidan bugungi temasida jamoat arbobi Abduqodir Yapchan so'z qildi. Faoliyat shehidlarning ruhiga duo qilingandan keyin oxirlashdi. Şunun bilan birga Ankara Ulus maydonida 1997 yili 5 fevral yuz bergan G'ulji qirg'inchiligining 20 yillik munosabati bilan namoyish o'tkazildi. Namoyishga Sharq Turkiston Milliy Majlis raisi Said Tumturk apandi, parlament a'zolari, turli siyosiy partiyalarning vakillari va minglagan Sharq Turkistonlik qatnashdi. Şunun bilan birga yana Qozog'iston Olmaota shahrining Sulton Qurg'on mahallasi Arzu qahvaxonasida Uyg'ur jamoati shahidlarning ruhiga atab Qur'oni Karim tilovat qildi. 5 fevral kuni Diplomat jurnalida Sharq Turkistondagi lager tutqunlarining Xitoyda keng yamrayotgan Wuhan virusi bilan yuqumlanishdan iborat tahdid ostida qolganligi tunishtirilgan bir parcha maqola e'lon qilindi. Uyg'urlar va Xitoydagi koronavirusi deb mavzu qo'yilgan bu maqolani chet ellardagi Uyg'urlar ichidan yetishib chiqib ko'z ko'rinayotgan yosh faoliyatchilardan Munavvar Abdullah yozgan. U maqolasida navbatda Xitoyda Wuhan virusi keng tarqalib, Sharq Turkistonda mo virus bilan yuqumlanuvchilar soni kundan-kunga ko'payayotganligini, har qaysi davlatlar buning qarta tadbirlarini olib, o'z fuqarolarini qo'g'dash uchun faol harakat o'tgan bo'lsa-mo, ammo Sharq Turkiston deb ataladigan zamindagi Xitoy hukumat qurgan lagerlarda qamalib yotgan 3 milliondan ortiq tutqunning nazardan soqit qilinayotganligini afsuslanish ichida tilga olgan. U maqolasida Xitoyda virus tarqalib, butun o'lka shaharlarning kirish eg'izlari qamal qilingandimi, Sharq Turkistonga uchadigan havo yo'li, temir yo'l va tosh yo'l qatnashlarining to'xtab qolmaganligini, Sharq Turkistondagi yuqumlanuvchilar haqidagi haqiqiy ahvolni bilish mumkin bo'lmayotgan bir sharoitda lager tutqunlarining ahvolining intayin zo'r tahdid ostida ekanligini bildirgan. U aslida intayin nachar sharoit, qiyin qistoq va bosqinchilik qatorliq tragediyalar yuz berayotgan bu lagerlarda agar kasallik tarqalgan taqdirda Xitoy hokimiyatining hargizmi bu tutqunlarga yetarli davolanish, kutunish fursati bermaydiganligini, shunga lagerlarda zo'r ko'lamli o'lim voqealari yuz berishining muqarrarligini eskartgan. Maqola avtori Munavvar yana Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar qaratgan zo'r ko'lamli tutqun harakatining ziyonkashlik uchirgan lager tutqunlarining Xitoydagi virus nomi qurboniga aylanmaslik kerakligini, buning uchun dunyo jamoatchiligi, bo'libmi dunyo sahiyya tashkiloti va boshqa sahiyya organlarining harakatga o'tish kerakligini eskartib, bu organlarga Sharq Turkistonga hay'at avatib lager ichi va sirtidagi yuqumning ahvolini tekshirish va kerakli tadbirlarni elish, har qaysi hukumatlar va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan hamkorlashib, virus qarshi xalqaro kurash ramkasi ostida Xitoy hukumatiga lagerlarni taqash haqida besim ishiltish, lager ichi va sirtidagi yuqumlanuvchilarni davolash va tekshirish uchun kerakli tibbiy lozimatliklarni avatish qatorliq 3 muhim talabni o'ttirib qo'ygan. Bu maqola bilan birga yana imzo qo'yish harakati boshlatilgan. Wuhan shahrida Wuhan virusi bilan yuqumlangan bir onadan tug'ilgan bir bovoqdan 30 soat o'tganda virus payqalgan. Xinhua agentligining xabar qilishicha, tug'ilganiga 30 soat bo'lgan bir bovoqning Wuhan virusi bilan yuqumlanganligini, mutaxassislar mazkur voqeaning yuqumlanishining homildorlik mazgili bilan tug'ut jarayonida yoki tug'utdan keyin onadan bovoqqa o'tadiganligini ko'rsatadigan tik yo'nalishlik o'tishning misoli bo'la oladiganligini, shundaqla bu bovoqning Wuhan virusi bilan yuqumlangan yeshi eng kichik yuqumlanguvchi ekanligini e'lon qilgan. Navbatda yuqum ahvoli og'ir. Maska taqash virusning tarqalishini unumli to'sib qala oladi. Lekin ko'zoynak taqaydigan kishilar maska taqaganda ko'zoynakka hordishib, ko'rish tuyg'usiga og'ir ta'sir ko'rsatadi. Qanday qilganda aynakning hordishib qolishini unumli azaytqali bo'ladi. Ko'z kasalliklari bo'limi nurg'un tajriba qilgandan keyin unumli usullarni tepib chiqqan. Birinchi, ko'zoynakni maskaning ustiga besib taqash. Oldi bilan maska taqash usulining to'g'ri bo'lishiga kafolatlik qilish kerak.
davolashda ishlatiladigan maska taqiganda metal tayoqcha bor tarafini qanshar ustiga qo'yib, metal tayoqchini qansharga mos holda egib, maska bilan yuz oraliqidagi yuchuqni azaytib, ondan ko'zoynakni maskaning ustiga besib taqash kerak. Ammo bu usulning yetersizligi bor bo'lib, ko'zoynakning ayniki bilan ko'z olmasi orasidagi oraliqni cho'ngaytib, ko'zoynakning to'g'ri ishiltish oraliqini o'zgartirib o'tadi. Ko'zoynak eng yaxshi ko'rish unumini ko'rsatmay, osonlik ko'z charchashni keltirib chiqaradi. Shunga bu usulni uzoq vaqt ishlatishga bo'lmaydi. Ikkinchi, tozalik qog'ozini maska ichiga qatlab qo'yish. Oldida tonishtirgan mashg'ulotdagi nuqsonlardan saqlanish uchun keng ishlatilayotgan davolashda ishlatiladigan maska ichiga bir parcha qog'ozni qatlab qo'yish. Masalan, rasmda ko'rsatilgandek. Ishlatganda diqqat qilishga tegishli shuki, qog'ozni qatlab tayoqsimon holatga keltirgandan keyin maskadagi metal tayoqchining ostiga qo'yish. Metal tayoqchini cho'qim qansharga mos holatda egib, maska bilan yuz terisining oraliqini taraytish kerak. Diqqat qilishingiz kerakki, tajribada isbotlanishicha, to'rda tarqalgan sopun suyi yoki qachuv suyuqligini ko'zoynakka surtish orqali o'rlanishning oldini olish usuli unumsiz bo'lib qolmay, aksicha quyuq tangshilab qolgan sopun suyi yoki qachuv suyuqligi aslidagi ko'zoynakning aynikini qo'g'dash, suzuklik darajasini o'stirish, ultra binafshi nurdan saqlash rolini o'tayotgan vakuumlik halni chirtib etadi ekan, hamda ko'z tuxumingizga ziyonli ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.